Hürmetli obunachilarimiz, Avtoshopdan yine bir reklam etilgan mashinamiz Nexia 2 1.6 mashina bo'ladi do'stlar. Ishlab chiqarilgan 2016-yilda ishlab chiqarilgan prostoy gidrolika bo'ladi. 131 ming probeg yurib turibdi. Motori moy yemaydi, hadoy hamma yeri chotki sostanida и metallari bor do'stlar. Mashinamizning kapotunda kresti bor, keyin zanglari ishlangan. Udar yo'q. Endi bilasizlar, bular bir zangchilik tushadi. Salon palatlari, evakuator poligi bor, chexol qo'yilgan, rol chexol. O'zini yurgani 131 ming ko'rsatadi mana. 131 ming o'zini yurgani, magnitofon, metan, sportchek, video registrator, ular shunday mayda-chuyda bor. Mashina idealniy sosteniyada 1.6 chotki sosteniyadagi mashina do'stlar. Chaqa-chuqa chirib yotmaylar yo'q, chotki sosteniyada 2016 narxi do'stlar 59 million so'm. 59 million so'm bo'lsa beramiz mashinamizni. 25-30 million pul bilan kelsangiz, dogovorga beraveramiz. 1.6 2016-yil prosto gidrolika 59 million so'm. Mashina Avtoshop Gurlanda do'stlar. Dogovorga ketaveradi. Jem mashinalarni olsa barter ham ketaveramiz. Qarasangiz, kreditga da javob beraveramiz.